Amerikadagi Zara kiyim do'konini obzor qilamiz. Qani ketdik do'stlar. Negadir doim Zaraga kirganimda o'zimni xuddi koreys do'konlariga kirgandek his qilaman. Sizlarda ham shunaqami? Bir qarashda mana bu kurtkacha menga yoqib qoldi. Narxiga keladigan bo'lsa, atigi $120 ekan. San Fransiskoda turadiganlar yaxshi bilishadi. Bu joylarda kurtkalarga umuman ehtiyoj yo'q. Xalqaro studentlarning eng birinchi oladigan kiyimlardan biri shu bomberlar bo'lsa kerak. Narxiga keladigan bo'lsa, atigi $130 ekan. Mana bu shimni qaranglar, xuddi amerikanskiy kovboylar kiyadigan shimlarga o'xshar ekan. Buni kiyib olib, bemalol ot choptirib, sekin duyib chiqarsa ham bo'lar ekan. Men bu shapkani kiyganimda o'zimni xuddi Videolos filmining birinchi qismidagi o'g'rilardan biriga o'xshatardim. Sizlarga qaysi qismi yoqadi kommentariyada yozib ketinglar. Men bu shubani ko'rib, qaysidir hayvonot terisidan qilinganmikan desam, yo'q, hatto hozir Xitoydan sun'iy mo'ynalar ham chiqib ketgan ekan. Qoyil Xitoyga ham. Bekor o'tirmasdan o'zimga mana bu kiyimni bosib qoldim. Qanaqa yarashganmi yo'qmi kommentariyada yozib ketinglar.